10 fevral erkin sidiqning xabariga qaraganda, Kaliforniya shtatining Meksika bilan chegaralanadigan yeriga yaqin keladigan yerida San Diego deb ataladigan Tinch okeanining qirg'iga joylashgan bir cho'ng sayohat shahri bor. 9 fevral kuni shu shaharning islom markazida Uyg'urlarning fojiasini tonishtirish faoliyati o'tkazildi. Bu faoliyatga 200 ga yaqin kishi kelgan bo'lib, ularning ichida 300 nafar xristian va Los Angeles Uyg'ur jamoatining 30 nafardek a'zolari bor. Qolganlari asosan yerlik musulmonlar. Bu faoliyatga Mekirgul Tursunmo o'zining og'ir zukam bo'lishiga qaramay 5 soatdan ortiq vaqt aeroplanda o'tirib Washingtondan kelib qatnashgan. Bu faoliyatda olimimiz Erkin Sidiq leksiya so'zlagan. Mekirgul Tursun Xitoy lagerlarida o'z beshdan o'tkazgan ishlar haqida isbot bergan. Faoliyatga kelgan boshqa Uyg'ur qarindoshlarmi o'z oilasi va o'zining urug' tuqqanlari ichidan qaysi kishilar jazo lagerlariga so'lab qo'yilganligi haqida isbot bergan. Misrlik tekkan bir Xitoy xonimmo so'zga chiqib, Uyg'urlar mazkur so'rinda bayon qilgan ahvollarning hammasining rostligiga isbot berdiganligini bildirgan. Yig'in qatnashuvchilarining hammasi degidek ko'z yosh qilishgan. Hamda Uyg'urlar bilan ayrim suhbatlash jarayonida bir qism musulmonlar buningdan keyin Uyg'ur davosi uchun butun kuchi bilan tirishadiganligini bildirgan. Ularning birisi bir danglik kino artistidan Uyg'urlar haqida bir video programmasi ishlashni talab qilgan ekan. Bir qancha kishi oliy maktablarda yoki o'zi turayotgan joydagi masjidlarda Uyg'urlar uchun mushundaq faoliyatlarni o'tkazadiganligini bildirgan. Mazkur masjidning imomi Taha apandim qatorliq 4 zot Uyg'urlar uchun duo qilgan. Shundaqla bu faoliyatga kelganlarning hammasiga Uyg'urlarga yordam qilish haqidagi tashviqot varaqlari va chaqiriq varaqlari tarqatgan. Chaqiriqda tuvandagi moddalar o'ttirg'i qo'yilgan. Amerika Kongressining tasdiqlashiga yo'llagan Uyg'urlar haqidagi ishki qarorni qo'llash. Amerika prezidentiga telefon qilib, uningdan Uyg'urlar haqidagi qonunga imzo qo'yishni talab qilish. O'xshamagan kategoriyalarga tavab bo'lgan Uyg'ur emas ziyolilar hozir ijtimoiy taratqularda e'lon qilgan Uyg'urlarni qo'llash haqidagi bayonotnomalarni taqdish va uningga imzo qo'yish. Xitoyga Sharq Turkistondagi Uyg'urlarni bostirishga ishlatadigan narsalarni eksport qilayotgan shirkatlarning boshliqlariga telefon qilib, ulardan hozir qilayotgan ishlarini to'xtatishni talab qilish. O'zlari turayotgan rayonlarda Uyg'urlar, xristianlar, Tibetlar va boshqa millat va diniy to'plarning murojaatlarini tashviq qilish va Uyg'ur tashkilotlari va hozir Uyg'urlar uchun xizmat qilayotgan boshqa tashkilotlarni qo'llash. Bu faoliyatga mazkur masjid bilan yana bir chirkov chiqim qilib, San Diego shahridagi bir Uyg'ur restoranidan tamoq buyurtib, yig'in qatnashuvchilarining hammasini kashlik tamoq tariqasida Uyg'ur taomlari bilan g'izolantirdi. Garchi restoranning egasi tamoqqa pul olmaslikni hamda Uyg'ur jamoati tamoq tayyorlab kelishni iltimos qilgan bo'lsa-mu, masjid bilan chirkovning mas'ullari va bu faoliyatning amerikalik xristian tashkilotchisi bizning Uyg'urlar ustidagi besimlarni kuchaytirayotganimiz yo'q deb turib olgan. Shunda qilib bu faoliyat nihoyat ahamiyatli va muvaffaqiyatli ilib berilgan. Türkiye Avaz Radyosu xabarida 9 fevral Türkiye Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Hami Aqsoy Uyg'ur turklariga qartilgan og'ir darajadagi kishilik huquq dafsandichiliklari to'g'riliq e'lon qilingan yozma bayonotida mundaq dedi. Uyg'ur abnum rayonidagi Uyg'ur turklarining va boshqa musulmon xalqlarining asosli haq-huquqlarini dafsanda qiladigan besimlar bo'libmi yaqinqi 2 yildan buyon bag'anzir kuchayib ketdi va xalqaro jamiyatning kun tartibidan o'rin oldi. Qolgancha tutqun qilinayotgan 1 milliondan ortiq Uyg'ur turkining yig'ilish lagerlarida va turmalarda qiyin qistoqlar, tan jazolari va ming yush qatorliq jazolarga duch kelganligi, buning hamda hech kimga sir emasligi ta'kidlangan bayonotda yig'ilish lagerlarining sirdagi Uyg'urlarningmi qattiq besimga duch kelayotganligi eskartilib mundaq deyildi. Chet ellarda Xitoy sirtidagi davlatlarda yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimiz va fuqarolarimiz bu rayondagi urug' tuqqanlardan xabar olmayotidi. Manglarcha Uyg'ur balalar ota-onalaridan yiroqlashtirilib, yetim qoldirilyotidi. 21-asrda yig'ilish lagerlarining qaytadan o'tirg'i chiqishi va Xitoy doiralarining Uyg'ur turklariga qaratgan sistemalik holdagi assimilyatsiya siyosati insonlik nomidan qattiq numus qilarlik ishdir. Uyg'ur abnum rayonida yuz berayotgan insoniy tragediyaga munosabatli qarashlarimizni Xitoy doiralariga har saviyada yetkazdik. Bayonotda yana mana mushundaq bir paytda bir naqshchi sababdilla 8 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan xalq naqshchisi Abdurahim Heyitning turmaga tashlanib 2-yilga qadam qo'yganda
vafot bo'lganligidan cheksiz qayg'u hasrat ichida xabar topdik. Bu ichinishli hodisa Turkiya xalqi va keng jamoatchilikning Uyg'ur avtonom rayonidagi og'ir darajadagi kishilik huquq tafsandiliklari masalasidagi norozilikni texmi kuchaytiryapti. Bu haqliq norozilikning Xitoy doiralari tomonidan nazarga ilinishini kutyapmiz. Xalqaro jamiyat bilan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bosh kotibi Uyg'ur avtonom rayonidagi insoniy tragediyaga xotima berish uchun faol harakatga o'tishga chaqiramiz deyildi.